Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni qizg'onmasdan kanalimizga o'tsangizni qo'shib, tars etib bir donagina laykni bosing. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Qadrdonlarim, e'tiboringizda TTZ Les O62 bitta ajoyib texnikasini ko'rsataman. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, hech qayeri ochilmagan, 4 ta baloni 99.9% yangi, korobkalarga kulush tegmagan, motorlari soz holatda turibdi. Hech qayerda hech qanaqa aybi yo'q. Olasiz u mazza qilib minadigan texnika. Qiziqqanlarga telefon raqam 94 301 35 70 realni oladiganlar aloqaga chiqinglar, iltimos qilamiz. Narxi $7800 deb akamiz qoldirgan. O'ylaymanki bu xatolik bo'lgan deb. Sababi qadrdonlar $7800 ga bunaqa texnika bermaydi. Balkim berish mumkin, aloqaga chiqishinglarni tavsiya qilaman. Qadrdonlarim, hammasi Texnika bozorim kanalida, hammasi sizlar uchun. Qadrdonlarim, e'tiboringizda Class Arion ko'rsatib o'taman. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, hech qayeri ochilmagan, motorlari yangi holatda turibdi. 4 ta balon yangi bosilgan, 99.9% yangi bosilgan. Qadrdonlar, motorlari yangi bo'lgan bu texnikamizning korobkalariga kulush tegmagan, hech qanaqa ayb yo'q. Kerak bo'lsa konditsionerlarigacha bor, olasiz u mazza qilmaydigan texnika. Soqqani soqqaga bosadigan akalar, izohlarda omad o'zini yozib 94 kod bilan 301 35 70 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, $33000 bo'lgan mana bu texnikani olishingiz mumkin. Nafaqat $33000, balki bundan da arzon texnikalarni ko'rish uchun bizga Telegramda obuna bo'ling. Telegram manzilimizni qidirib yurmanglar, shunchaki izohlarga omad so'zini yozib, bizni YouTube kanali profilimizga kirasiz. Selkasini qoldirib qo'ydim, ustiga bitta bossangiz, albatta Telegram kanalimizga olib o'tadi. Qadrdonlarim, o'tib olib batafsil ma'lumotlarga ega bo'lgan texnikalarni ko'rib borishingiz mumkin. E'tiboringizda 82.1 bo'lgan Farg'onadan ishga tayyor qora motorda vidush ishlaydigan rasxodi yo'q bitta texnikani ko'rsataman. E'tiboringizda mana ko'rinib turgan texnika shu bo'ladi. Adashmanglar, siz Texnika bozorim kanalidasiz. Balonlari 4 ta baloni yangi bo'lgan texnikani ko'ryapsiz. Rangi ko'k, ko'rib turganingizdek. Qadrdonlarim, motorlarga kerakdigan bo'lsak, motorlar yaxshi holatda, kerak bo'lsa oladigan bo'lsangiz, pluglargacha qo'shib beriladi, ichiga savdosi ham bor. Narxini akamiz mana buncha deb aytmagan. 91 kod bilan 673 68 98 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz, narxini aytadi akamiz, kelishtirib beradi. Chiroyli narxlarda olasizlar, soqqani soqqaga bosasizlar. Agarda sizning ham yaqinlaringiz shunaqa texnika qidirib yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni havolasini shundoqqina tashlab, "Jigarim, mana bu videoni ko'r, sen qidirayotgan texnika mana shu yerda bor. Mana bu Texnika bozorim kanalida yuritadigan admin ukamiz chiqarib ketdi" desanglar, akalarimiz kelib ko'rib texnikalar savdosi bo'lib, baraka bo'lsa ajab emas. Hammani savdosiga baraka tilaymiz. Qadrdonlarim, ko'pchilik izohlarda qoldirgan, "Uka, mana bunaqa tilichkalar, prinsiplardan ham chiqarib turgun, nimaga chiqarmayapsan?" Qadrdonlarim, men faqat traktor chiqarib, bunaqa podbarchiklarni Telegram kanalimga chiqarib ketayotgan edim. E'tiboringizda mana prinsipdan yana bitta ko'rsatib o'taman. Yana bitta emas, ikkita bir juft turishidan qaranglar, buni yaxshi holatda turgan texnika. Prosta u yoq bu yoq zanglagan joyi bor. Bitta kraskani urasizlar, soqqani soqqaga bosasizlar o'zi ham. 4 ta baloni 40-50% yaxshi holatda. Manzil Xorazm viloyati Ko'per tumanida ekan. Qadrdonlarim, buni narxini akamiz mana buncha deb qoldirmagan. Prosta 99 kod bilan 758 8250 qisqa telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Texnika bozorim kanaliga chiqamiz. Mana bunaqa prinsiplarni ko'rdik deb shundoqqina rasmini tashlab berib Telegramdan savdosini qilib borib olishingiz mumkin. Xullas qadrdonlarim, ko'pchilik yana izohlarda qoldirgan ekskavatordan ham bitta ko'rsataman. Ekskavator sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Qadrdonlarim, mana bunaqa ekskavator, balkim pakurchik, mini pakurchik, mini traktor va hokazo traktorlarni ko'rish uchun bizga Telegramdan obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Qadrdonlarim, bu ekskavator 2014-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan atiga 11600 soat ishlagan xolos. Holati a'lo darajada turibdi. Olasiz u soqqani bosasiz, mazza qilmaydigan texnika. Narxi atiga $75000. Realni oluvchilar agarda bizning 88 505 0022 qisqa telefon raqamlarimizga aloqaga chiqishsa, nafaqat $75000, balki bundan da arzoniga savdo bo'lishi mumkin. Manzilimiz
Qarshi shahrida ekan. Qadrdonlarim, kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik, shunchaki izohlarda yozib ketsangiz bas. Kelgusi videolarda albatta siz qidirayotgan texnikani imkon qadar chiqarishga harakat qilaman. Qadri baland qadrdonlarim, to'g'rirog'i qanaqa texnika bo'lsa hammasini ko'rgandirman, lekin bunaqasini mingtadan bitta ko'rishim. Qadrdonlarim, traktor T-16, ya'ni T16 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Dokumentlar toza holda turgan ekan. Qadrdonlarim, shu yerda izohlarda yozib ketingchi, bu texnika o'zi shunaqa holatda chiqqanmikin yoki bo'lmasam qo'lda tayyorlanganmi? Bunisini to'g'rirog'i men o'zim ham uncha tushunmadim. Shunchaki izohlarda yozib ketasiz degan umiddaman. Qadrdonlarim, holati yaxshi bu texnikamizni ishlab turibdi. Kalitga o'taydi. Balonlar o'rtacha. Telefon raqamlar 77 763 50 05. Narxi atiga 14 million so'm. Tasavvur qilyapsizlarmi? 14 million so'm. Manzil Qo'qonda ekan. Qadrdonlar, aloqaga chiqsanglar chiroyli narxlarda olib ketasizlar. Va albatta KAMAZ Cell sotiladi. 1979-yilda ishlab chiqarilgan. Yoqilg'isi Salarka. Holati o'ta yaxshi. Shunchaki yaxshi emas, o'ta yaxshi. Sababi motor zo'r. Valv standart. Yo'q, umuman yemaydi. Kar orqali zo'r hadavoy, zo'r tormoz sistema, Yevro balonlar, orqa 8 ta balon 80%, olti 2 ta yangi balon bosilgan turibdi. Saloni akkuratni turibdi. Olasiz u mazaga minasiz. Bu texnikani minsangiz KAMAZda ketyapman deb o'ylamaysiz. Albatta texnikamiz soz holatda, tayyor holatda turishini qaranglar. Agarda cho'ntagingizdan 1000 so'm pul chiqsa ham ana shunaqa texnikadan olishingizni tavsiya qilaman. Shu yerda izohlarda yozib ketingchi, texnika qanaqa texnika? Shunchaki texnika haydaydigan akalarimiz bitta ko'rishda bilishadi. Xullas, narxi 13 ming, telefon raqami 91 063 38 38. Manzil Andijonda ekan. Qadrdonlarim, Andijondan akalarimiz bo'lsa, KAMAZ qidirib yurgan akalar bo'lsa, aloqaga chiqishlarini tavsiya qilaman. Sababi bunaqa KAMAZ bizga kamdan kam keladi. Kelishtirib beradi akamiz. Va hokazo aloqaga chiqib yo'g'ini o'zlaring kelishib olasizlar. Va e'tiboringizda men ishlab turgan bitta pakorchik texnikani ko'rsataman. Hengong brendiga tegishli ekan. Xullas do'stlar, bu ishlab turgan texnika hamma joyi tayyor. Olmoqchi bo'lganlar 93 kod bilan 243 61 95 shu nomerga tel qilsalar narxini aytaman. Hozirda 12 ming dollar deb baholanayotgan ekan bu mini pakorchigimiz. Xullas akalar, tayyor holatda mana balonlarni ko'rinishi, 4 ta baloni ham yangi bosilgan, motorlari moy yemaydi, hammasi joyida. Olasiz, mazaq minasiz. Yana kelishadigan joyi bor. Yili 2016-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Telefon raqamini qaytaraman qadrdonlar: 93 243 61 93. Qisqa telefon raqamlariga bog'lanib texnika haqida batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Va e'tiboringizda 2019-yilda ishlab chiqarilgan g'alla urum terimlariga tayyor holatda turgan, motorlari moy yemaydi, dahshat holatda turgan, 4 ta baloni 100% yangi turgan KS kombaynni bitta ko'rsatib o'tib ketay qadrdonlarim. Mana ko'rinishi, mana holati, mana turishini qaranglar. Odam dod devoradi, mana turishini qaranglar. Bitta moykachani qilib soqqani soqqaga bosib yuradigan akalar shitdamisizlar? Bosvoradigan joyi keldi. Narxini oxirroqda aytaman. Qaranglar. Kombayn sotiladi. 4088 ekan. Xullas, holati ajoyib. Qolgan telefon orqali gaplashamiz. Yili 2019-yil. Yurgan soati 3500. Narxi 78 ming dollar. Qadrdonlarim, buni qiziqqanlarga men Telegram kanalimga chiqazib qo'yaman. Agarda siz Telegram kanalimizdan topa olmasangiz, bizga shunchaki Telegramdan uka mana shu kombaynni albatta nomerini tashlab bersangiz, tashlab beraman qadrdonlar. Hammasi sizlar uchun, hammasi Texnika bozorim kanali uchun. Va albatta qadrdonlarim, Arion texnikani yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. E'tiboringizda Arion Class traktor, Belarus MTZ texnika, John Deere New Holland. Xullas 4 ta baloni yangi bosilgan, motorlarda ishi yo'q, korobkalari yangi turibdi. O'zi 2017-yilda ishlab chiqarilgan. 7700, xullas 8000 motor soat yurgan ekan. Birinchi
birinchi xuros motor ochilmagan. Radnoy narxi 30 ming, telefon raqami 94 301 35 70. Qadr baland qadrdonlarim, videomiz oxirlab boryapti. Videomiz oxirida nima ham deymiz? Iltimos qilamiz. Bizni shunchaki qo'llab-quvvatlash uchun, ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lsangiz, qadrlash uchun bir donagina like bosing. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik, izohlarda kutib qolaman. Va qadrdonlarim, bizga obuna bo'lib qo'ying. Kelgusida ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga omad.